Assalamualaikum. Mine bugungi кезектегі uchrashuv qatnashuvchilari bugun Agrobank Shimba filialida o'tkazilib o'tgan uchrashuvdagi sizlarga bugun Agrobank Shimba filialida biriktirilgan 6 mahalla bo'yicha kesimli berilib o'tirgan, ajratilib o'tirgan жұмыссыз fuqarolarga, ya'ni жұмыссыз fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida ajratilib o'tirgan kredit liniyalarimiz bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ruxsat bo'lsa, boshlayveramiz. Bugungi kunda Agrobank Shimba filialida biriktirilgan 6 mahalle var. Biriktirilgan 6 mahallelerin adını atab o'tadigan bo'lsa, Baxtlı, Abad Makan, Berda, Qarakol, Temirjol, Ko'nchi mahalleleri bizlerin bankka biriktirilgan bo'lib hisoblanadi. Bu biriktirilgan mahallelerdagi жұмыссыз fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida bizlarda 5 million so'mdan 20 million so'mga kelgan, ya'ni jismoniy shaxsga deymiz, ajratiladigan kreditlarimiz var bizlerin bugungi kunda. Bular 5 milyon so'mlik kredit liniyamiz var. 1 yılga beriladi, plastik kartaga salib beriladi. Kredit ta'minot turini sug'urtaning kepilligimen alsangiz bo'ladi. Bu albatta atında жұмыссыз fuqaro bo'lish kerak, daromad bo'lmog'i kerak shartli turda. Plastik kartaga salib, Usmonning plastik kartaga ochilib, plastik kartaga salib beriladi. Lekin 17 milyon so'mlik biznesga ko'mak degan kreditimiz var. Bizlerden usul kreditimizde alsanız da bo'ladi. Bu 48 ayga, ya'ni 4 yılga 6 ay imtiyazlı davrmen beriladi. 6 ay. Bu hayal qizlarimizga yıllık 23%dan, yer balalarımızga bo'lsa yıllık 25%dan ajratilib o'tir hozirgi kunda. Mahalle loyihasi degan juda ham bir zo'r kreditimiz var. Bizlerning 20 milyon so'mga chekin beriladi. Plastik kartaga saldi. Hujjatlarimizni akib bersangiz, scoring tahlil natijasine göre ko'rib chiqadi. 3-shaxs kepillligi bilan beriladi, albatta. 20 milyon so'mda plastik kartaga sap beramiz. 5 yil muddatga, ya'ni 6 oyga, 2 yil imtiyozli davr bilan 3-yildan boshlab tikar qarzda so'ndirib borib tartibi bilan beriladi. Burada hayal qizlarimizga yillik 23%dan, yer balalarimizga bo'lsa yillik 25%dan beriladi. Peki ne isplanerlikte yola koyup şoğlanıp adıran isplanerlerimiz olsa bizlerde 312 sanlı karar tikarında berilip adıran kredilerimiz var. Bizlerin rayonumuzun tayfası, yani 3. tayfaga maslastırganlığı sebebiyle bizlerde islip çıkarı jönelüsünde hazır günde kredilerimizi berip adırmız bizlerde. Bu 1 yıl davamında hesap etiniz bankten açılgan bolu gerek, hesap etinizde aylans bolgan bolu gerek. Егерде басқа банкте болып тұрып хисап бетіңіз sizin айланыс сояқта болып тұрған болса, сіздер оборот дейміз, оборотыңызды біздерге әкеп көрсетсеңіз, біздердің махаллебай бөліміміздегі қанегелер көріп үйреніп шығады. Мақұл келсе хисап бетіңізді біздерге Агробанкке көшіріп өтесіз. Агробанкке көшіріп өткеннен хисап бетіңізді ашқаннан кейін керекті құжаттарды біздер сіздерге берсек, сіздер өзіңіз даярлап келсеңіз, bizler kreditinizi uzağımı 3-4 günlük içinde çıkarıp veririz kreditlerde. Bu elbette pul ötkürük yolu bilen beriledi. 100 milyon so'mga chekin sug'urta bilan, ya'ni 100 milyondan aşağı 300 milyon so'mga chekin beriladi. 300 milyonga chekin grüdikarlar, zalog, natraf amanatlar bo'ladi, hamda boshqa avtomobillar bo'ladi, so'larni qo'ysangiz bo'ladi grüge. Yana da yillik faizlarni aytib o'tadigan bo'lsak, yani bir MCG karxana olsa, MCG karxananın baslığı hayal adam olsa, bu 19%dan ajratiladi. Eğer de yer bala olsa, yıllık 21%dan beriladi bu. 7 yıl müddetke beriladi, 3 yıl imtiyazlı davr bilan. 3 yılın içinde imtiyazlı davrını söndürüp barasız, 4. yıldan başlap tikar qarzını söndürüp barsanız bo'ladi. Bizlerde hazır günde Agrobank Shimba filialında mahallebay bölümü tarafinden ajratılып algan kreditlerimiz hususlarına ibarat. Eğer sorular olsa bilmeli. Sorular yok da. Sol içinde var. Kuyaş panelleri mi var bizlerde? Oğuzluk olsa. Kuyaş panelleri.